Qadrdonlar barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Yana yangi video roligimizda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Kanalimizda mehmonlar uchun eslatib o'tmoqchiman. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tunikafon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Andijon viloyati Shahrixonda juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetdi. Bugun 29-aprel 2025 yilda olinayotgan video bu. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunikafonning narxi barcha xarajati ichida vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan, vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa 150 ming so'mdan qilinmoqda. Siz to'g'ri eshitdingiz, biz nafaqat vodiyda, balki butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimizni amalga oshirmoqdamiz. Agar siz O'zbekistonda boshqa viloyatlardan bo'lsangiz, biz o'zimiz Andijon viloyatidanmiz. Bemalol bizga buyurtma qiling. Xudo xohlasa sizni xonadoningizda ham biz jamoamiz bilan birgalikda chiroyli qilib tunigafon qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, laykni gumbillatib bosib qo'yaverasizlar. Men sizlarga ushbu xonadonimizni video boshidayoq ma'lumotini berib o'taman. Bu xonadonimizga biz jami bo'lib tunikani rasxodiga hisoblaganda 140 kvadratga yaqin tunika ishlatdik va xonadon egasiga tunikafon, reyka, samarez, lesa o'rnatib berish usta xizmati va undan tashqari mana bunaqa yangicha rombiklarimiz bilan birgalikda 18 million 900 ming so'mga bitkazib berdik. Hurmatli obunachilar, biz video roligimizni boshladik. Videoni boshdan oxirigacha ko'ringlar. Videoni ko'rib bo'lganlardan so'ng albatta mana shu ishimiz haqida kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Biz bo'lmasam video roligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam biz videomizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan ichkari shapkasini ko'rib turmoqdasiz. Biz ushbu xonadonimizni mana shu ichkari shapkasi G shaklida, ya'ni mana bu yerdan bu tomongacha darvoza xonasi mana bu regillari bilan birgalikda darvozaning tepasi ham o'ralib ketilgan va tashqari shapkasini mana shunaqa go'zal holatda tunikafon qilib berdik do'stlar. Tunikafon ishimizga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar, burchaklariga, choklariga va mana bunaqa valna bo'lmasdan chotki holatda bir tekisda turishlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha har bitta xonadonimizni mana shunaqa sifatli qilib bitirib berishga harakat qilmoqdamiz, hurmatli obunachilar. Darvoza xonamizga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu yerda bizning darvoza xonamizni to'rali burchaklari ham bir xil ko'rinishda bo'lib chiqqan. Bu tomondagi burchagimizni eslab qolinglar. Bu tomonga qarab agar yuzlanadigan bo'lsak, bu tomonda ham xuddi o'zi ashi burchagida o'zi bo'lib turibdi. Ya'ni bir xil ko'rinishda, xudo xohlasa, to'rali burchaklarimizni bir xil qilib bitirib berdik. Endi darvoza xonamizni o'rtasiga mana bunaqa video davomida aytib o'tganimdek yangicha ko'rinishga ega bo'lgan rombikimizdan bir dona o'rnatib berganmiz va o'rtaga mana bunaqa led lampochkalardan qo'yib berdik, hurmatli obunachilar. Bu ham bu darvoza xonamizga o'zigacha vid berib, juda ham go'zal holatga keltirib turmoqda. Qaranglar do'stlar, tunikafon xonadonni juda ham ochib yuborgan. Agar siz ham xonadoningizga mana shunaqa tunikafon qildirsangiz, xudo xohlasa, sizni xonadoningizni ham mana shunaqa tunikafon ochib yuboradi, ya'ni chiroyli holatga keltiradi. Ko'rganda xudo xohlasa xonadoningizni patologini mazza qilib yuboradigan ish bo'ladi. Endi do'stlar, tashqari shapkaga chiqamiz va tashqari tomonni ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu mana tashqari shapkamizning ko'rinishi. Hurmatli obunachilar, videolarimiz ozgina bo'linib qolmoqda. Sababi nur tushsa, telefon ishlamay qolyapti. Aybga buyurmaysizlar. Tashqari shapkamizning eni 50 sm atrofida ko'rishingiz mumkin. Tashqari shapkamizni ham aynan ichkari shapkamizga mos holatda bir xil ko'rinishda qilib bitkazib berganmiz. Devorimiz ablisovka bo'lgan. Ablisovkaga tunikafonimiz qanaqa chiroyli bo'lib turibdi, qaranglar. Juda ham go'zal holatda bo'lib turmoqda. Bu tomonlari ham bo'lgan. Mana bu kazirok tepasi, lekin qolgan, chunki bu kazirokni sug'urishni imkoniyati bo'lmadi. Shuning uchun bu tomonni qoldirdik. Qaranglar do'stlar. Juda ham chiroyli holatda bo'lib ushbu xonadonimiz ham bitdi. Darvoza xonamizdan kiraverishda mana do'stlar, darvoza xonamiz ham juda ham go'zal holatda bo'lib bitgan. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha sizlarga ushbu xonadonimiz haqida to'liq ma'lumotni berib o'tishga harakat qildim. Albatta, kanalimizga yangi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi biz Andijon tunikafon kanalimizga deyarli har kuni o'zimiz qilgan tunikafon ishlarini, videolarini joylab boramiz. Xudo xohlasa o'zingizlar ishimizni ko'rasizlar, yo'qsa albatta zakaz qilsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat. E'tiboringlar markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni
ehtiyot qilinglar.